Assalomu alaykum, Chorva Videos kanalining hurmatli obunachilari. Mana bugun o'zimizning xonadondan o'zimizning qo'ydi tuyog'ini olib strechka qilib ko'rsatamiz. Tuyoq og'riq kasalliklari bo'yicha batafsil tanishtirib boramiz. Bunda bizga asosiy kerak bo'ladigan instrumentlar mana spesialniy tuyoq pichoq ko'rsatishingiz mumkin va tuyoq qaychi. Xudo xolasa olishni boshladik. Bismillah. Ko'rsatib boraver. Mana ichlarini tozalab, birinchi tozalab olamiz. Mana ko'rsatishingiz mumkin, tuyog'i o'sib ketgan. Bismillah. Yaqinroqdan ko'rsatishingiz mumkin. Tuyoq olishda tuyoqni orasiga e'tibor berish kerak. Gribok paydo bo'lib qolishi mumkin. Aka, o'zi bu kasallik nimadan kelib chiqadi? O'zi tuyoq og'riq kasalligi asosan zax joyda yotishdan, nam joyda turishidan va mana ko'rishingiz mumkin, tuyoqlar qaytarilib ichiga qarab o'sib ketishidan og'riq kelib chiqadi. Asosiy shamollashdan kelib chiqadi. Kerakli payt muolajani qilmay, kerakli payt shamollashga qarshi antibiotiklar qilinmagandan kelib chiqadi. O'zi katta firmalarda har 6 oy, 7 oyda bir marta qo'ylarni oyog'ini strechka qilib, tuyog'ini olib turish kerak. Bu tuyoq tog' bo'lgandan keyin qanchadan yurib ketadi? Xudo xolasa tuyoq tog' bo'lgandan keyin kerakli spreylarni sepib, kerakli antibiotiklarni qilingandan keyin uzog'i 3-4 kunda bildiradi. 3 kundan keyin yurib ketadi. Bu qo'yimiz ham ozgina oyog'ini bosa olmay oqsoqlayotgandi. Mana ko'rishingiz mumkin. Iloji boricha mutaxassisga oldirgan yaxshi, sababi nerv tomiri bor uchida. Agar bilmasdan nerv tomirida qirqib qo'yiladigan bo'lsa, ko'proq qon ketib qolishi mumkin. Shuning uchun mutaxassis bilan maslahat qilib oldirgan yaxshi. Mana bitta tuyog'imiz bo'ldi, xudo xolasa. Mana xudo xolasa qo'ylarimiz tuyog'ini olib bo'ldik. Qo'ylarimiz tuyog'iga infeksiya yoki bir har xil zarar yetmasligi uchun Max spreydan foydalanamiz. Ozgina qonab ketdi. Shuning uchun doim mutaxassis yordamida olishni tavsiya qilamiz. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang va ushbu videoni qo'y boquvchi do'stlaringizga yuborib qo'ying.